mana bizga bolajonimiz murojaat qildilar, bular boshidan bilganlar. Mana hozir ham endi zaychi guba biz diagnozlarni qo'yib beryapmiz. Yuqori lavlarida defektlari bor ekan bolajonimizni. Oilari hozirgi kunda bu narsa bilan ko'pchilikda uchrayapti. Depressiyaga tushish yoki bolani oldirishga shoshilmang. Hozirgi kunda bizda tibbiyot rivojlangan. Buni albatta o'zini yechimi bor. O'sha uchun agar hammani sharoit ko'tarsa yoki mana bo'lsa bir marta bo'lsa ham o'rtoqlar 3D ga tushinglar. 3D sizlarga mana bunaqa bolani haqiqiy maketini yasab beradi. Vrachga ham diagnoz qo'yish oson bo'ladi. Iloji boricha современный apparatda va mutaxassisda konsultatsiyadan o'tishni maslahat beraman sizlarga. Bolajonimiz yaxshi, xudo xolasa yurakchalari, tanalari, qo'l oyoqlari joy-joyida sog'lom bolacha.